Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining ashaddiy muxlislari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Men ushbu dasturimda barcha xildagi bo'lgan sotiladigan texnikalarni obzor qilaman. Akalar, video albatta yoqsa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada esa o'zingizga kerakli bo'lgan texnika nomini yozib qoldiring. Sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Men esa ushbu dasturimni boshladim. Akalar, birinchi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimiz srochni sotiladi. Ushbu texnikamizning holatini aytib o'taman akalar. Texnikamiz boyovoy holatda turibdi, hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Olasiz u haydaysiz akalar. Videomizni ko'ring, agarda ushbu texnikamiz sizlarga qiziq bo'lsa, narxini 55 million so'm deyishmoqda. Yana o'zmoz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Samarqandda turibdi. Bemalol haydab ko'rib, borib ko'rib olishingiz mumkin. Texnikamizning garantiyasi bor. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, egasi bilan bog'lanib, boshqa ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Eslatib o'tamiz, texnikamiz holati ideal. Akalar, agarda sizlarga sifatli va hamyonbop agregatlar kerak bo'lsa, marhamat, mana shu akamizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ushbu akalarimiz mana ko'rib turganingizdek zakaz asosida kultivatorlar yasab berishadi. Agarda sizga ham kultivatorlar kerak bo'lsa, bemalol hoziroq qo'ng'iroq qilib akamiz bilan bog'lanib, xuddi siz xohlagandek, siz istagandek akalarimiz kultivatorlarni sizlarga tayyorlab berishga tayyor turishibdi. Ushbu akalarimiz Toshkent viloyatining Bo'ka tumanida xizmat ko'rsatadilar. Kultivatorlar esa 60, 70, 76, 90 larga tushadi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu kultivatorlarimiz paxta, makka, har xil ekinlar uchun deb aytib o'tishmoqdalar. Agarda siz ham kultivator zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat akamiz bilan qo'ng'iroq qilib, bemalol boshqa ma'lumotlarni ham gaplashib, o'zingiz xohlagan va o'zingiz istaganday qilib zakaz berishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan. Texnikamizning holati a'lo darajada, hujjatlari joyida, 2022-yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning hamma joyi radnoy turibdi. Hech qanday kamchilik va rasxotlari joylari yo'q ekan. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Agarda ushbu texnikamiz sizlarga kerak bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Traktorimizning narxi esa 330 million so'm. Qiziqganlar bo'lsa, marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz ham Belarus 1025 izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun akalar. Texnikamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, motor korobkalari ochilmagan, hamma joyi soz holatda. Ushbu traktorimiz 4500 motochas ishlagan, pul zarurligi uchun sotilmoqda. Ushbu texnikamizning narxi esa 280 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, manzil Navoiyda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasining raqami ekranda, qo'ng'iroq qilib boshqa ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyaga o'tib Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang akalar. Keyingi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan Prespat Bosch va T40 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikalarimizning narxi 80 million so'm deyishmoqda. Manzil Xorazmda. Prespat Bosch va texnikaning holati ideal darajada ishlab turgan texnika. Ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa akamizga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bemalol bilib olishingiz mumkin. Mini traktor Zubr traktorimiz sotuvga qo'yilgan akalar. Agarda kim mini traktor izlab yurgan bo'lsa, ushbu texnikamiz sizlar uchun. Ushbu Zubr traktorimiz 20 ot kuchli deb aytib o'tishmoqdalar. S201 modeli ekan. Traktorimizga qo'shimcha holatda plug, kaselka, pritsep va kultivator ham beriladi. Full komplekt holatda sotiladi. Narxi 3700 dollar, so'mda esa 45 million so'm. Yana kelishamiz deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib, manzil Surxondaryoda. Keyin sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Yumzi traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning narxini 40 million so'm deyishmoqda, yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Toshkentda turibdi. Borasiz, haydab ko'rasiz, o'zingizga yoqsa albatta bemalol ustiga o'tirib kelishlaringiz mumkin. Ushbu texnikaning narxi 40 million so'm, manzil Toshkentda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasining raqami ekranda, bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin.
Yana bir navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus 82.1 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. 1649 motochas ishlagan ekan. Ushbu texnikamizning konditsionerli bo'lib, konditsionerlari ishlaydi. Yozda ishlayotgan paytda shunday konditsionerni chiqillatib yoqasiz akalar. Bemalol ishlayverasizlar aka. Dalada bo'ladimi, boshqa joyda bo'ladimi, konditsioner parod qilmaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning hamma soz holatda banishli most, hamma narsa zo'r holatda olasiz va haydaysiz. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamizda Arion 640 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati soz holatda ishlab turibdi, yangidek turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, holati ideal darajada. Narxi esa $35,000 deyishmoqda. Yana o'zimiz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz esa Namanganda qiziqqan akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qiling va albatta boshqa ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan NTZ 811 traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Traktorimizning holati yaxshi holatda, hamma joyi ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Hech qayeri ochilmagan, hech qanday kamchilik va rasxodli joylari yo'q. Texnikamizni faqat haydash kerak. Ushbu traktorimizning narxi esa 110 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Manzil Xorazmda. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa bemalol sotib olib ishlatishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Traktorimizning holati ideal darajada, motorlari ham ideal. O't olishlari joyida zavod bo'ladi deb aytib o'tishmoqdalar. Bir kalitda zavod bo'ladi. Ushbu texnikamizning hammasi soz holatda, kamchiligi yo'q deyishmoqda. Ushbu texnikamizning narxi esa 40 million so'm. Qo'ldiring, men esa ushbu dasturni boshladim. Birinchi sotuvga qo'yilgan texnikamiz akalar mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz Sirochin sotiladi. Ushbu texnikamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma yeri yangi, kulich tegmagan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz Farg'ona viloyatida. Traktorimizning narxini esa 200 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Texnikamiz agarda sizlarga qiziq bo'lsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. T28 traktorimiz teleshka, kepen, chisel hammasi komplekt holatda sotiladi akalar. U yoq bu yoqdan qidirib yurmaysiz, komplekt holatda olasiz, qo'yasiz. Traktorimizning dokumentlari to'liq joyida, hammasi dokumentlarida muammo yo'q akalar. Traktorimiz joyida zavod bo'ladi. Holati yaxshi holatda, teleshka 4 metrlik katta teleshka deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 32 million so'm, komplekt holatda, общий komplekt. Manzil Buxoroda. Akalar, eslatib o'tamiz, sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, videoni boshiga o'tsangiz, reklama uchun deb raqamlarimiz qoldirganmiz. Biz bilan bog'lansangiz, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz esa T40 traktorimiz Sirochin sotiladi. Ushbu texnikamizning motor korobkalari yaxshi, chisel plugi bilan birga qo'shib sotiladi deb aytib o'tishmoqdalar. Korobkalari ham yaxshi holatda ekan, traktorimizning agregatlari ham zo'r holatda. Narxi esa komplekt 35 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu traktorimiz ham Xorazm viloyatida. Keyin sotiladigan texnikamiz ham ekranda ko'rib turgan T40 traktorimiz Sirochin sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz 4x4 deb aytib o'tishmoqdalar. Balonlari tortadi, soz holatda, pashti yangidek turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Traktorimizni o'zimiz uchun qilganmiz deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi esa 40 million so'm, yana kami bor. Ushbu texnikamiz Toshkent viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib beradilar.